Menga bugun yozayotganlar yaxshi kayfiyatdasiz deb. Men sizlardan kuch olaman, to'g'risi. Boringlarga shukr. Chunki men ayni damda sizni mehr muhabbatingizga, qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj insonman, tan olaman. Kimsasizman hozir. Ota-onamdan ayrildim. Jondan aziz insonlarimdan ayrildim. Men ham sinovlarda bo'laman, men ham og'ir vaziyatlarda bo'laman. Bo'ldim. Har birimizni bu dunyoda bosib o'tadigan o'zimizning yo'limiz bor, sinovlarimiz bor. Faqat uni biz bosib o'ta olamiz. O'zimiz. Shunday vaqtlar, daqiqalar, soniyalar bo'ladi. Shunday imtihonlar bo'ladi. Faqat yakka o'zingiz bosib o'tishingiz kerak o'sha yo'lni. Shunday kunlar o'tdi boshimdan. Allohga shukr bergan sinovlari uchun, bergan irodasi uchun, sabr qanoati uchun shukr deyman. Sizlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Meni qo'llab-quvvatlab, negativ yozmasdan, ahvolimni tushunib, doim chiroyli niyatlar bildirganinglardan minnatdorman. Bu juda katta kuch. Tasavvur qilasizlarmi? Biz yuzma-yuz tanishmasmiz, ammo qalban birgamiz. Juda katta kuch. Men juda ko'p energiyani sizlardan olaman. O'zim beraman sizlarga energiya. Sizlardan olaman. Har biringlarni kommentariyalarni o'qib chiqaman. Minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Menday bir yetimni ko'nglini ovlaganinglar, chiroyli tilinglar bildirganinglar uchun, yolg'izligimni bildirmaganinglar uchun hammangizni yaxshi ko'raman, qadrlayman. Men ishtiroyda bunaqa auditoriya yig'aman deb hayolimga ham keltirmagandim. Savollaringiz bo'lsa, direktga yozing. Harakat qilaman qo'limdan kelguncha. Menda aldov yo'q, chunki samimiyligimni o'zinglar ham his qilasizlar. Energiya almashamiz, даже на расстоянии. Bu reyslar ajoyib kuchga ega. Sizga 7 yot begona odam shunday vaziyatda, og'ir vaziyatingizda yordam beradi yoki turtki bo'ladi. Men reyslarim agar sizga yordam berayotgan bo'lsa, sabab chiqayotgan bo'lsa, minnatdorman. O'zingiz